Turishingiz necha pul? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat o'zi. Tuzumisiz? Rahmat. Turishimiz endi kiyim. Lukingizda. Lukim. Hop, nimadan boshlaylik? Kostyumingizdan boshlang. Kostyum komplekt где-то 4,5 million atrofida. Nima brend? Guero yozilgan shakl. Hop, italyanskiymi, qattiki bu? Hop, oyoq kiyimingizchi? Oyoq kiyim adashmasam 1,5 million 2 million atrofida. Rubashkangizchi? Rubashka bilan hisobladimi o'zi? Rubashka bilan. Yomon stilni kiyinib qo'yar ekansiz lekin. Ochkigizchi? Ochki $120 atrofida. Soatingizchi? Soat qimmatroq Lanjin где-то $6,000. $6,000. Kartier bilan baravar ekan. Siz restoranlaringiz bor edi, adashmasam. Da. Borganmidingiz? Yo'q, bormaganman, buni eshitganman. Siz birinchi restoraningizni necha yoshingizda ochgansiz? Necha pul bilan boshlagansiz? 18 yoshimda ochganman. Shu Alimov restoranida 18 yoshda. Birinchi anaqaga ko'p anaqa ketmagan, tayyor joydan. $5,000 anaqa bilan budjetdan boshlagan. 5 million boshlagansiz, ideya o'zingiz kelganmi, yordam berishganmi uydagilar? Xo'p, ideya akam bilan birga anaqa qilganmiz. Shunaqa. Oilaviy biznesi. Da. Zo'r. Mashinangiz necha pul? Mashinangiz qolib ketibdi. Mini Cooper 27. Nomerichi? Mashina nomerimi? 700. 700 где-то 3 millionmi shunaqa. 3000. Mashinangizni o'zi bir 30 mingga borar ekan. Demak, o'rtoqlar, o'zimiz hisoblab qoldiramiz kommentariyada. Keng ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Podpiska bosishni unutmang. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling.